Ke bolam. Assalomu alaykum tog'a. Ikkita non bering, hal daram kesalab pulni olib qo'yaram. Mayli bolam. Ishni boshlaganimga bir oy bo'lgan bo'lsa, doim vaqtida olib chiqib berasan jonim bolam. Dadangga salom aytgin, xo'pmi? Hozir solib beraman. Ma, dadangni so'rab qo'ying. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, hormanglar. No'g'ay bolam, sizni qadamingizni qutulib keldi-da. Siz kelganingizdan beri sig'non yeymiz ey. To'rtta solib bering menga ham. Bo'ldi aka, mana. Bir yo'l 6 ta qilib ko'rdim. Yaxshi bo'ldi. Bo'l. Salomat bo'ling. Aytgancha, hozir ketgan bolasini taniysizmi? Ha, taniyman, qo'shnim bo'ladi. Sizmi? 3-4 safardan beri non oladi. Dadam ishdan kelsa olib chiqib beraman deydi. Rosa insofli odamning o'g'li ekan. Kechirasiz, meni qo'shnim bo'ladi-da. 3 yil bo'lgan u odamni otasi o'tib ketganiga. Tinchlikmi, nima hayron bo'lyapsiz? Yo, pulini berishmayaptimi? Yo'q, tinchlik. Mayli aka, sog' bo'ling. Ke o'g'lim? Assalomu alaykum tog'a. Ikkita non bering, yana ishdan kesalab pulni olib qo'yaram. Bo'ldi bolam. Non sandan aylansin. Bitta narsa so'rasam, xafa bo'lmaysanmi? Dadang olamdan o'tgan ekan. Nimaga shuni menga aytmading? Men ham yordam qilardim, qo'limdan kelganicha sizlarning oilalaringga. Daram o'tib ketganlardan keyin ayamga suv ichmasin deb hammaga shuna deyman. Mashalloh. Tarbiya bergan otingga rahmat. Bu voqeani eshitganimizdek ko'rsata oldikmi, bilmadim, lekin otasini tarbiyasiga qoyil qoldik.